YouTube kanalimiz kuzatib boruvchilari, Hasanli bet ishqibozlari va navbatdagi obyektimizga Toshkent viloyatiga yetib keldik. Ustalarimizni laksach jarayoniga yetib kelibmiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin 3D fasonida. O'ta go'zal chiqyapti. Sifatiga e'tibor berib qo'yasizlar. Laklangan va laklanmagan holatlari. 2 kvadratli obyektimizga qilib beryapmiz chiroyli qilib. Darvozaxonalarimiz quyoshdan blinks beradi, yaltirab turadi. Tashqari ishlab chiqarishga o'tamiz, qoliplarni sotamiz akalar. Kimgadir ushbu plitkalardan kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilib so'rashlari mumkin. Mana sachish jarayoni. O'ta go'zal chiqyapti. Kimgadir qiziq bo'lsa, pastdagi nomerga aloqa qilib zakaz berishlari mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz, xizmatlarimiz bor. Toshkent viloyati Piskent tumanidagi obyektimizdan biri bu. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilib narxlarga qiziqqanlar narxlarni so'rashlari mumkin. Ve ishlab chiqarishni o'rgatamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. 3D fasonda hammasi bor. Bemalol murojaat qilib batafsil ma'lumotlar olishlari mumkin. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.